O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati tomonidan ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida Yangi O'zbekistonning ibratli oilasi respublika ko'rik tanlovi o'tkazildi. Tanlovda respublika hududlaridan jami 41 nafar ishtirokchi va ularning hamrohlari ishtirok etishdi. Biz Nurmatovlar oilasi Toshkent viloyatining Piskent tumanidan keldik. Ibratli oila ko'rik tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tmoqda. Biz shunda hozir mamnuniyat bilan ishtirok etyapmiz. Sharoitlari ham, yaratilgan imkoniyatlar ham juda yaxshi tashkillashtirilgan, hammasi joyida. Taassurotimiz juda ham yaxshi. Viloyat bosqichida birinchi o'rinni olib, hozir respublika bosqichiga keldik. Mana yanada yangi do'stlar, yangi tanishlar orttiryapmiz. Juda ham yaxshi taassurotimiz. Tanlov davomida ishtirokchi oilalar bir nechta shartlar bo'yicha o'zlarining iqtidorlari, oilaviy hamjihatligi, ro'zg'or yuritish madaniyati hamda farzand tarbiyasidagi o'rnakli jihatlarni namoyish etishdi. Assalomu alaykum. O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati markaziy boshqaruvi tashkil ijtimoiy bo'limining boshlig'i Yunusova Zaytuna bo'laman. Xabaringiz bor, 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan o'tkaziladigan har bir tadbir va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi buyrug'i asosida tashkil etilyapti. Bu aprel, may va iyul oylarini o'z ichiga oladi. O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati hamda Oila va xotin-qizlar qo'mitasi ham hamkorlikda ushbu ko'rik tanlovlarni hamkorlikda o'tkazishyapti. Hozir ushbu tadbirda yig'ilib turibmiz. O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyatining markaziy boshqaruv ish rejasiga muvofiq Yangi O'zbekistonning ibratli oilasi ko'rik tanlovi tashkillashtirildi Yangi Yo'l hisobgohida. Ushbu oilalarda maqsad sog'lom turmush tarzini mustahkamlash, ularni har tomonlama yuksaltirish, har bir sohada ularni kengaytirish hamda oilasini safarbarligini namoyish etishdan iboratdir. Maqsadim mana shu. Xursandmiz. Bugun O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz rahbarliklarida hammamiz yangi O'zbekistonning asoslarini barpo etyapmiz. Ko'rish bo'yicha imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay, hayotda yuksak muvaffaqiyatlarga erishayotgan, jamiyatda o'z o'rnini topgan ushbu oilalarning chiqishlari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Har bir hudud vakillari o'ziga xos milliy qadriyatlar va oilaviy an'analarni yorqin ko'rsatib bera olishdi. Birinchi shart mana shu oilalar o'zlarini tanishtirishlari, farzandlari haqidagi ma'lumotlarni berishadi va ikkinchi shartda oilada yuzaga kelgan muammolarning yechimi bo'yicha mana shu vaziyatdan qanday qilib chiqib ketish, mana shu bo'yicha savollar tayyorlangan. Mana shu tezkor savollarga javoblar va uchinchi shart o'zlarining iste'dodlarini erkin mavzuda sahna ko'rinishi, qo'shiqchilik, badiiy o'qish yo'nalishlarida o'zlarini chiqishlarini namoyish etmoqdalar. Qolaversa, o'zlarining kasblari haqidagi video roliklar, yana slaydlar taqdim qilishmoqda. Tanlovda barcha nominatsiyalar bo'yicha yuqori ball to'plagan Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan Normo'minovlar oilasi birinchi o'rin g'oliblari bo'lishdi. Shuningdek, Jizzaxlik Sadirovlar oilasi ikkinchi, Buxorodan kelgan Hamroyevlar oilasi esa uchinchi o'rinlarga sazovor bo'lishdi. Birinchi o'rinni olgan oilaga ibratli oila ko'krak nishoni topshirildi va ibratli oila taxtachasi taqdim etildi. Inson baxti va saodati yotganligi bilan alohida ahamiyat kasb etyapti.